Fozil jamiyat adolat va ilm bilan barpo etiladi. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy-siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Muhammadjon Begmatov. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan reportaj va lavhalarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Ta'mirtalab tibbiyot muassasasi bevosita parlament nazorati tartibida o'z nazoratimizga olganligimizni alohida qayd etishimiz lozim. Har bir murojaat e'tibor markazida. Bu murojaatlarni demak shoshilinch muddatlar 7 kun muddatida ko'rib chiqiladi, tezkorlik bilan hal etilish maqsadida. Yoshlarning muammolari hal etilmoqda. Yillar davomida ularni bildirayotgan taklif va muammolarni joyida hal qilish, ularga amaliy ko'mak berish. Viloyatlarni bog'lovchi yo'l ilk bor ta'mirlanmoqdami? Mustaqilligimizdan beri bu yo'l keng ko'lamli ta'mirlash ishlari bajarilmagan. Endi shu va boshqa lavhalarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Poliklinika binosi ko'p yillardan buyon ta'mirlanmagani va tibbiy xizmat ko'rsatish sifati talab darajasida emasligi yuzasidan aholi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga murojaat yo'llagan edi. Murojaatga asosan deputat manzilga kelib, holatni o'rgandi hamda muammoni hal etish yuzasidan tegishli tashkilotlarga deputatlik so'rovi yubordi. Bu tashlandiq bino emas, balki Yangi Namangan tumanidagi 7-oilaviy poliklinikaning atangan Guzar mahallasi fuqarolariga xizmat ko'rsatuvchi filialining bugungi ahvoli. Aynan shu muammo sabab mahalla aholisining e'tiroz va murojaatlari tobora ko'paymoqda. Bu poliklinikani oldin bitta mahallaga xizmat qilgan bo'lsa, hozirgi kunda 5 ta mahallaga xizmat qiladi. Umuman sharoit yo'q. Bu poliklinika cho'kayapti. Mana bizning murojaatimizni inobatga olib, Respublika Qonunchilik palatasi deputati murojaatimizni qabul qilib kelib, bizning muammoni muqarrar yechib berishga va'da berildi. Ushbu poliklinika qariyb 20 yil avval foydalanishga topshirilgan. Biroq bugunga kelib binodagi nosozliklar, uning ta'mirtalab ahvoli hamda elementar tibbiy sanitar sharoitlarning yetishmasligi aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni ancha qiyinlashtirmoqda. Muammo fuqarolar murojaatiga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati tomonidan o'rganilib, uni bartaraf etish yuzasidan mutasaddi tashkilotlarga tegishli tartibda deputatlik so'rovi yuborildi. Biz oldin ham bu borada o'rgangandik, e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu jarayon sal uzayib ketganligini kuzatishimiz mumkin. Bugun ijro hokimiyati bilan birgalikda bu masalani yana bir qayta joyida o'rgandik. Poliklinikani qayta qurish masalasi bo'yicha fikrlar bildirildi, mablag' ajratilib qayta qurilish masalasida va buni biz bevosita parlament nazorati tartibida o'z nazoratimizga olganligimizni alohida qayd etishimiz lozim. Mahallada 1200 dan ziyod xonadon mavjud bo'lib, ularda 7,5 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Bu esa mazkur hududda sifatli va zamonaviy tibbiy xizmatga bo'lgan ehtiyoj naqadar yuqori ekanini ko'rsatadi. Ushbu 7 sonli oila poliklinikamiz filiali bosh vazir protokoli asosan 2026-yil investitsiya dasturiga kiritilgan bo'lib, ushbu poliklinikamizga 5,5 milliard mablag' ajratildi va ajratilgan mablag'lar asosida loyiha ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu poliklinikamizni yil yakuniga qadar barcha zamonaviy talablarga mos holatda foydalanishga topshiriladi. Kun davomida atangan Guzar mahallasida 50 ga yaqin nuroniy va faollar ishtirokida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati hamda tuman hokimligi vakillari ishtirokida sayyor qabul o'tkazildi. Unda ichimlik suvi, ichki yo'llarni ta'mirlash, elektr ta'minoti kabi masalalar yuzasidan yo'llangan murojaatlarning bir qismi shu joyning o'zida ijobiy hal etildi. Qo'shimcha vaqt va mablag' talab etadigan masalalar bo'yicha esa mutasaddi tashkilotlarga aniq taklif va tavsiyalar bildirildi. Har bir murojaat o'z yechimini kutayotgan masala hisoblanadi. Bu borada viloyat xalq qabulxonasi tomonidan o'tgan davr mobaynida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Natijada 20 mingdan ziyod fuqarolarning murojaatlari ijobiy hal etildi. Nevaracham sog'aysa bo'ldi menga. 3 yildan beri men shu holatda qiynalaman. Nazira Bonu endigina 17 bahorni qarshi olmoqda. Ammo og'ir xastalik tufayli uning yolg'iz tayanchi bo'lgan buvisi oromini yo'qotgan. Nabirasining sog'ayishi uchun u qo'lidan kelgan barcha chorani ko'rib, umidini so'ndirmay kurashmoqda. Bu narsamni sotib tugatdim 3 yildan beri. Meni yordam beradigan o'quvchilarim yo'qligi sababli qo'lim jicha kaltalik qilgani uchun
xalq qabulxonasiga kelishga majbur bo'ldim. Mana o'zi hamma yoq tekshirib yaxshi qarashyapti. Xudo xolasa shifo topsa bo'ldi, shu bo'laman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Namangan viloyatidagi xalq qabulxonasiga Zulayxojon opa kabi fuqarolardan har kuni yuzlab murojaatlar kelib tushadi. Shu yilning o'tgan 6 oyi davomida 36 mingdan ziyod murojaat qabul qilinib, ularning 30 mingdan ortig'i ijobiy hal etilgan. Yaqinda amaliyotga tatbiq etilgan yangi tartib asosida olib borilayotgan ishlar natijasida esa murojaatlarni ko'rib chiqish samaradorligi yanada oshmoqda. Prezident virtual hamda xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlar avvallari demak umumiy tartibda ko'rib chiqilar edi. Yangi tartibga muvofiq demak murojaatlarimiz 3 toifaga ajratilyapti. Shoshilinch, odatiy hamda maslahat talab qiluvchi murojaat toifasiga ajratiladi. Bu murojaatlarni demak shoshilinch muddatlar 7 kun muddatida ko'rib chiqiladi. Tezkorlik bilan hal etilish maqsadida qisqa muddatlarda ichida ko'rib chiqilib, asosli javoblar taqdim etilgandan so'ng nazoratdan olinadi. Odatiy bilan maslahat talab qiluvchi murojaatlar demak belgilangan tartibda murojaatlar 15 kundan 30 kun oralig'ida ko'rib chiqiladi. Davlatobod tumanidagi Prezident xalq qabulxonasida ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar va blogerlar ishtirokida fuqarolar murojaatlari bilan ishlash tizimi, viloyatda aholi muammolarini hal etish bo'yicha amaliy natijalar mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda viloyatdagi murojaatlar tahlili yuzasidan ma'lumot berilib, Pop va Chust tumanlari arizalar soni bo'yicha yetakchilik qilayotgani qayd etildi. Shuningdek, murojaatlarning asosiy qismi bolalar nafaqasi, aliment, bank kreditlari va uy-joy bilan bog'liq masalalarga to'g'ri kelayotganiga alohida e'tibor qaratildi. Matbuot anjumani davomida mavjud muammolar, ularni hal etish mexanizmlari hamda bu boradagi amaliy ishlar yuzasidan o'zaro fikr almashildi. Muammolarning manzilli hal etilishi aholining davlat idoralariga bo'lgan ishonchini mustahkamlash hamda qonun ustuvorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Respublika ishchi guruhi tomonidan yoshlar masalalarini o'rganish va ularning mavjud muammolariga yechim berish hamda zarur moddiy texnik ko'mak ko'rsatishga qaratilgan ishlar zamirida ham ana shunday ezgu maqsad mujassam. Iroda endigina 19 yosh bo'lishiga qaramay katta maqsad sari dadil qadam tashlaganlardan. Yoshlarga ajratilgan imtiyozli kredit asosida u o'z loyihasiga 100 million so'm sarmoya kiritib, kunduzgi parvarish xizmat markazini tashkil etdi. Bugun ushbu markazda 18 nafar imkoniyati cheklangan bolalar ijtimoiy hayotga moslashtirilib, ularning kelajagi uchun mustahkam poydevor yaratilmoqda. Qolaversa, mahalladagi maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda inklyuziv tahsilni ham yo'lga qo'ygan. Onamni dugonalari shu turda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lganligi uchun shu menga turtki bo'lib, shunday markaz ochilgan. Kelgusi yilda ish faoliyatimni yanada kengaytirib, imkoniyati cheklangan bolalar va yoshlarni jalb etib, bo'sh turgan binoga 50 nafar bolalarni qamrab, ish faoliyatimni yanada kengaytirmoqchiman va shu bolalarni jamiyatga qo'shilish integratsiyasini rivojlantirmoqchiman. Bolalik orzusi Nozimjon To'lqinovni tadbirkorlikka yetakladi. Bugun u qoramollar uchun sifatli ozuqa ishlab chiqarib, yurtimizning chorvachilik tarmog'i rivojiga o'z hissasini qo'shmoqda. Nozimjon kelgusida o'zi kabi 50 nafar tengdoshlarini ish bilan ta'minlashni maqsad qilgan. 9 yoshimdan bos chorvachi bo'lib, chorva yo'nalishida chiqib kelganman, qiziqqanman. Yem sohasiga mana 2 yil bo'ldi-da. 100 million so'm kredit oldik. Shu 100 million so'm orqasidan mana 1 yil bo'libdi rovni. 1 yil mobaynida 5 ta ishchi o'rin yaratdik-da. Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi Namangan tumanida 10 ga yaqin yoshlar bilan manzilli muloqot o'tkazdi. Uchrashuvlarda ular uchun yaratilgan imkoniyatlar o'rganilib, qator masalalar joyida hal etildi. Aynan bugun mamlakatimizda 60% dan ko'prog'ini agar yoshlar tashkil qiladigan bo'lsa, bugun faqatgina yoshlarga ularning taklif va tashabbuslarini eshitibgina qolmasdan, anchadan buyon oylab yillar davomida ularni bildirayotgan taklif va muammolarini joyida hal qilish, ularga amaliy ko'mak berish. Kunning ikkinchi yarmida Respublika ishchi guruhi vakillari 100 ga yaqin yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazib, ularning muammo va takliflarini tingladilar. Ehtiyojidan kelib chiqib, ayrim yoshlarga joyida moddiy texnik ko'mak ko'rsatildi. Oilada boquvchi yo'q. Boquvchi o'zimman, bitta farzandman. Mahalladagilarni o'zimizdan dehqonchilik qilamiz. Ashlarni haydab misol qo'shimcha daromad qilish maqsadida motokultivator so'rab keldim. Motokultivator beradigan bo'lishdi, o'rganib chiqishdi. Murojaatim ijobiy hal bo'ldi. Respublika ishchi guruhining viloyatda yoshlar masalalarini o'rganish va ularning muammolariga manzilli yechim topishga qaratilgan ishlari 7 avgustga qadar davom etadi.
Dasturimiz davom etadi. Avvallari andijonlik haydovchilar poytaxtga Namangan shahri va Chust tumani orqali qatnar edi. Endi esa Mingbuloq tumani orqali Pop tumanini Andijon viloyati bilan bog'lovchi yo'lning ta'mirlanishi natijasida masofa qisqarib, manzilga tezroq va qulayroq yetib olish imkoniyati yaratilmoqda. Bu Mingbuloq tumani orqali Pop tumanini Andijon viloyati bilan bog'lovchi muhim avtomobil yo'li. Notekis qoplamasi sabab yillar davomida haydovchilarga noqulaylik tug'dirgan ushbu yo'l zamonaviy talablar asosida qayta qurilmoqda. Loyiha yakunlangach, qo'shni viloyatdan keluvchi haydovchilar 50 kilometrdan ortiq masofani tejab, Namangan shahriga kirmasdan manziliga tezroq yetib borish imkoniga ega bo'ladilar. Mustaqilligimizdan beri bu yo'l keng ko'lamli ta'mirlash ishlari bajarilmagan, haydovchilar uchun ancha noqulaylik tug'dirayotgan yo'llardan biri bo'lgan. Ta'mirlanishdan asosiy maqsad oldinlari haydovchilar Andijon, Farg'onadan To'raqo'rg'on, Chust orqali Popga o'tib Toshkentga ketishgan. Hozirgi kunda bu yo'l joriy ta'mirlashlar bajarib yakunlaganimizdan keyin bu yerda ancha masofa qisqaradi. Mingbuloq orqali Popdan Toshkentga chiqib ketishadi. Ayni payt qurilish maydonida 10 ta maxsus texnika va 20 nafardan ortiq ishchi xodim mehnat qilmoqdalar. Yakunda eni 9 metr bo'lgan 2 tasmali avtomobil yo'li foydalanishga topshiriladi. D129 yo'nalishida 38 kilometr qismi loyihalashtirilgan bo'lib, bundan 15 kilometri asfaltlash ishlari asfalt yotqizib bo'lindi. Harakat jadalligi kuniga 10 ming texnika. Ushbu loyiha 37 milliardga baholangan bo'lib, oktyabr oxirlariga yakunlanadi. Yangilangan ushbu yo'l hududlar o'rtasidagi transport qatnovini yanada yaxshilab, harakat xavfsizligi va qatnov qulayligini oshiradi. Natijada minglab haydovchilar manziliga qisqaroq masofa va kamroq vaqt sarflab yetib borish imkoniga ega bo'ladilar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan reportaj va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. O'zingizni asrang, bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.